Assalomu alaykum hurmatli arzadorlar. Gul postavkalarimiz yana sotuvga bor. Ko'rishingiz mumkin. Sizlarga ataylab gullarni olib kelib, gul qanday turish holatini ko'rsatib o'tyapmiz. Tabiiy va sun'iy gullarga mo'ljallangan bu gul postavkalarimiz. 4 xil variantda bor hozircha postavkalarimiz. Xo'p, bu bir boshdan tushuntirib o'tib ketaman. Bu 360 gradusga aylanadigan oynali polkamiz bo'ladi. Oldi oyna bo'ladi, orqasi xuddi shu ko'rinishda mana polka bo'ladi. 5 ta polkasi bo'ladi. Razmerlari 1.66 ga eniga 50 cm bo'ladi. 360 gradusga bemalol aylanadi to'xtovsiz. Xo'p, bunisi mini jurnalniy stolimiz bo'ladi. Rost 65 cm, eniga 45 cm. Bu vaqtincha choy ichgani yoki kofe ichgani ofislarga qo'yib olsalar juda udobli narsa, tumba sifatida foydalansalar ham bo'ladi. Bunisi 5 talik gul postavkamiz, rost 90 cm. Bunisi 3 talik gul postavkamiz, rost 60 cm bo'ladi. Bulari 7 talik gul postavkamiz rosti 1.27 cm bo'ladi. 12 talik gul postavkamiz rosti 1.40 cm bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa keng assortimentda qilib qo'yganmiz. 12 ta viloyatlarga ham chiqarib beryapmiz. Faqat pochta orqali dastavkasi pulli bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilon shahrida o'zida, Gagarin degan joyda. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bog'lansalar, shu narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli bo'lib bityapti. Material laminat LDSP bo'ladi. Oynali polkamiz narxi 900 ming so'm, mini jurnalniy stolimiz narxi 300 ming so'm, 5 talik gul postavkamiz 250 ming so'm, 3 taligi 150 ming so'm, 7 taligi 300 ming so'm, 12 taligi 400 ming so'm bo'ladi. Kanalimizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolaman.